O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Johnny Zox. Bugun ko'rib turganlaridek Emirgan parkidamiz. O'rtoqlar, bu yerda salkam 120 dan ortiq daraxt turlari bor ekan, o'rtoqlar. Bu yerda kattaligi bo'lsa, salkam 50 gektar tasavvur qilyapsizlar, o'rtoqlar. Hozir shu yerda aylantirib sizlarga obzor ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rishlar mumkin. Agar oila a'zolar bilan kelmoqchi bo'lsanglar, bu yerda bemalol farzandlar uchun bolalar maydonchalari ham bor ekan. Bu yoqda basketbolli polyalar. Xullas o'rtoqlar, hamma sharoitlar bor ekan. Kelib bemalol dam olib, ayniqsa shunaqa havoda kelsanglar, miyalar juda ham dam oladi. Xullas mazza qilasizlar o'rtoqlar. Haqiqiy tabiat sevuvchilar kelish kerak bu yerga. Xuddi shu ko'rib turgan joylar Beyaz Ko'shk deb nomlanar ekan. Chunki bu yerda faqatgina oq lolalar ko'rishlar mumkin. Mana bu tomonda ham juda ham go'zal. Bular hali to'liq ochilmabdi. O'rtoqlar, bu yerni aniq joylashuvi esa Istanbulning Yevropa qismida, ya'ni Sariyerda joylashgan bo'lib, Bosforus qirg'oqlarida. Ko'rishlar mumkin, bu yerda juda ham ko'p lolalar. Har aprelda o'rtoqlar o'zi bu yerda katta lola festival bo'lar ekan. Hozir ham aprelda bosh bo'lgani uchun hozir unchalik ko'p odam yo'q, lekin odam juda ham ko'p bo'lishi mumkin qachonki festival boshlanganda o'rtoqlar. Qayerga qarasanglar lola ko'rishlar mumkin. Hozir sizlarga bu parkni kelib chiqish tarixi haqida gapirib bermoqchiman. Bu parkni kelib chiqish tarixi juda ham qiziqarli. Ya'ni 17-asrda Sulton Murad Safaviylar davlatiga yurish qilgan va Revan shahrini egallab olgan. O'sha paytda Revan shahrining hokimi Amir Gunexan edi. Bundan so'ng esa Amir Gunexan Usmonlilar tomoniga o'tadi va Istanbulga kelgandan so'ng esa Sulton Murad shunga yerlarni hadya qiladi. Ko'rib turganlaridek, men o'sha Emirganning mashhur yozuvlaridan birini oldida turibman. Bu Emirgan parki o'rtoqlar 3 ta tepalikdan iborat bo'lib, uchala tepalikka ham har xil lolalar ekishgan. Ya'ni qizil, sariq, oq, har xil rangli lolalarni bu yerda ko'rishlar mumkin. O'rtoqlar, tepaliklarning nomi pembe, sari, beyaz deb nomlangan. Ko'rib turganlaridek, yo'lning ikkala tomoni ham lola bilan qoplangani uchun bu yerda yurganlarda qandaydir yoqimli hisni his qilasizlar o'rtoqlar. Buni hozir so'z bilan tasvirlab bera olmayman to'g'risi. Kelishga arziydi. Agar videoni haligacha shu joygacha ko'rayotgan bo'lsangiz, o'rtoqlar, albatta like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Bu meni kanalim uchun va meni sizlarga ko'proq video chiqarishim uchun menga podderishka bo'ladi o'rtoqlar. O'rtoqlar, bu ko'rib turganlarda bu orqamda turgan joy eksklyuziv premium avtomobil galereyasi o'rtoqlar.
Bu yerda istagan mashinalar topsanglar bo'ladi, o'rtoqlar. Range Rover, Porsche, Bugatti, BMW ko'rishlar mumkin. Даже shu yerda ham. Bu yer premium galereya ekan, o'rtoqlar. Bu yer ham Sariyerda joylashgan, o'rtoqlar. Istanbul Sariyerda. Kelib bemalol ko'rishlar mumkin. Hozir biz tepaga chiqish tanladik. Endi tepadan shunaqa tumanli tog'larni qanaqa ko'rinishini aniqlashga tepaga chiqib ketyapmiz. Bu yerda bizni kemalar ko'rsatib yuboring. Kemalar o'sha port ekan. O'rtoqlar, biz ko'rib turganlardek tepaga chiqib ketayotgandik pastdan. Uje tepaga chiqmoqchimiz. Bu yerda uylar bor ekan. Bilmadik, hozir ikkilanib turibmiz. Bu yoqda ham yo'l bor, bu yo'l ham bir yaxshi joyga olib chiqsa kerak deb umid bilan chiqib ketyapmiz, bilmadik endi. Bu yog'ini sizlar bilan bo'lishib boraman. O'rtoqlar, ko'rishlar mumkin. Biz yurishni davom etyapmiz. Qirg'oq bo'ylab juda ham zo'r manzaralar ko'rib yurdik. Bekorga tepaga chiqmagan ekanmiz. Yurishingiz mumkin. Shunaqa chiroyli uylar bilan ko'rishlar mumkin, o'rtoqlar. Uylar juda ham neobычный qurilgan ekan. Har yurganda qandaydir ko'ngilga yoqyapti, o'rtoqlar, qaranglar. Yo'qdan chiqib ketsa bo'larkan qayerga. Lekin biz to'g'riga eng yuqoriga chiqmoqchimiz. Hozir o'sha tomonga qarab ketyapmiz. Bu tomonga yurmoqchimiz menimcha. O'rtoqlar, o'sha men aytgan manzilga uylar orasidan chiqyapmiz. Yurishingiz mumkin. Tepaga ko'tarilganimiz sari manzara ochilyapti. Hozir eng tepaga chiqib sizlarga biz kutgan manzarani ko'rsataman. Bu yerdagi mahallalar juda ham sokin, qandaydir oddiy mahalla emasda, masalan bizga o'xshagan joylar emasda, hali qandaydir orolgami kelib qolganga o'xshaymiz. Juda ham qandaydir boshqacha vibe bor ekan bu yerdagi mahallalarda, o'rtoqlar. Yushkichalarini aytmaysizlarmi? Hozir o'sha eng yuqori nuqtasiga yurib ketyapmiz, ko'rishlar mumkin. Bu yerga yetib borganimizdan keyin sizlarga albatta ko'rsatamiz. Hozir nariga o'tish uchun shu kichkina joydan o'tishimizga to'g'ri kelyapti. Yo'lni ko'rsatib o'ring. Biz topgan spotimizga chiqib kelyapmiz. Uje qaranglar, o'rtoqlar, даже piyoz yetishtirishar ekan. Wow. Bu nima, o'rtoqlar? Qandaydir ertakga tushib qolgan deyman men. Qandaydir ertak bu yer, qaranglar, o'rtoqlar. O'rtoqlar, ko'rishlar mumkin, biz o'zimiz xohlagan spotga chiqa olmadik. Ko'rsatib qo'ying, xuddi shu ona taraflarga chiqmoqchi edik. Lekin biz boshqa mahallaga ko'tarilib qoldik. Lekin bu yerda ham vibe boshqacha ekan. Uylar umuman boshqacha, kakda ertakdagidek. Pastda baqir-chaqir qilishyapti, deb menimcha futbol bo'lyapti, stadion bor ekan pastda. Bu yerda hamma sharoitlar yaratib qo'yilgan ekan. Bu yerda bolalar uchun o'yinchoq, o'yingohlar. O'rtoqlar, ko'rib turganlaringdek, biz Sariyer ichkilesining tepasidamiz. Lekin biz aynan biz chiqmoqchi bo'lgan joy mana bu yer edi. Lekin biz bu yoqdan kelganimiz uchun biroz boshqa tomonga chiqib qolibmiz. Endi bilmayman yo'qqa chiqamizmi yo'qmi, lekin yo'limizni davom ettiramiz. Bu yerda ko'rishlar mumkin. Tepadan juda ham go'zal ko'rinar ekan. Bu yerdagi qishloqlar umuman go'zal ekan.
uylarni gapirmasa ham bo'laveradi o'rtoqlar. Demak o'rtoqlar, biz fikrimizni o'zgartirdik. Ya'ni nega bu yerda aylandik, ko'rdik, juda ham zo'r atmosfera kelishdi, aniq tavsiya beraman. Biz qaytib ketmoqchimiz. Biz kemada kelgandik. Endi esa kemada emas, avtobusda metroga qadar yurib ketamiz. Endi nima deyishim mumkin? Bu sayohatimizdan atak birinchi parkka bordik, keyin bu yoqqa keldik, Bosporus atrofini aylandik. Tak zo'r. Keyingi sayohatimiz endi Osiyo tomonga bo'ladi. O'rtoqlar, uni kutinglar. O'rtoqlar, biz hozir metroga kelib oldik. Avtobusdan nega metro tarjalik? Chunki tezroq ketishimiz uchun bizga metro eng yaxshi qulay variant. Hozir Haji Usmondan 5 tomonga ketamiz.